ilon kapalakni yeyman deb quvibdi. Kapalak esa jon talvasasida qo'rqqanidan qanotlarini qattiq qoqib qochibdi. 3 kungacha qochibdi. Chunki qo'rquv insonga kuch berar ekan. Ilon ham kapalakni izidan qadamma-qadam yerda o'rmalab boribdi. U ham taqibni qo'ymabdi. Qushdan qolgan kapalak oxir bir gulga qo'nibdi-da, ilonga aytibdi: "Meni o'ldirishingdan oldin senga 3 ta savolim bor" debdi. Ilon esa: "Odatda men yemishlarimga bunaqa imkoniyat qoldirmasdim. Mayli, senga beraman. Bu oxirgi so'zing bo'la qolsin." Kapalak aytdiki: "Birinchi savolim, kapalaklar sening yemishingmi? Asli kapalaklar bilan ovqatlanasanmi?" deb so'radi. Ilon bo'lsa yo'q dedi. "Men senga nima yomonlik qildim?" dedi kapalak. "Biron bir yomonlik qildimmi?" dedi. Ilon "Yo'q" dedi. "Uchinchi savolim esa, unda nimaga meni o'ldirmoqsan?" dedi. Shunda ilon aytdiki: "Men sening qanot qoqib parvoz qilishingni ko'ra olmayman" dedi. Bunda ko'p ibrat bor ekan, birodarlar.